Hammaga ma'lumki, so'nggi yillarda issiqxonachilik sohasi bir qator muammo va to'siqlarga uchrab kelmoqda. Ularning ba'zilari yechim topgan bo'lsa-da, uzoq vaqt yig'ilgan muammolar oqibatida bugungi kunga kelib issiqxonalar bankdan olingan kredit mablag'larini to'lashda qiyinchiliklarga uchramoqda. So'nggi 2 yilda juda ko'p issiqxonalar bank balansiga o'tib ketdi. Ularning deyarli barchasi hozirda abgor ahvolda bo'lib, ularning ahvoli kundan kunga yomonlashmoqda. Tahriyatimizga issiqxona faoliyati bilan shug'ullanuvchi 70 ga yaqin tadbirkorlar tomonidan murojaat kelib tushdi. Issiqxonachilik sohasidagi yuzaga kelgan muammolar bilan bir qatorda issiqxonalar kadastr hujjatlarida muammolar mavjud. Bu UZCAT tizimida respublika issiqxonalari yer maydonlari qishloq xo'jaligi kategoriyasida emas, balki sanoat yerlari kategoriyasiga o'tkazilgan. Natijada issiqxonalar uchun qishloq xo'jaligi yerlariga berilgan imtiyozlar o'rniga bir necha barobar yuqori soliq to'lovlari chiqyapti. Xususan 53 va 58 kodlardagi muammolar bor. Natijada imtiyoz qo'llanishi o'rniga yuzlab million qo'shimcha soliq to'lovlari yuzaga kelmoqda. Ekin yerini ishlatib, sanoat uchun mo'ljallangan yer soliqlarini to'lash mantiqiy noto'g'ri deb o'ylaymiz. Bu o'z o'rnida yana o'sha mahsulot tan narxini oshishiga sabab bo'lyapti. Tadbirkorlarni qiynab kelayotgan mavjud muammolar yechimi bo'yicha o'z takliflari bilan murojaat qilishdi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevga, O'zbekiston Respublikasining prezident yordamchisi Saida Shavkatovnaga, O'zbekiston Respublikasining bosh prokurori Nigmatilla Yo'ldoshevga video murojaat. Ushbu video murojaatni nazoratga olib, tadbirkorlarga amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich, biz Buxoro viloyat issiqxonachilar nomidan sizga jamoaviy murojaat qilib o'tiramiz. Bugungi kunda kelib bizani yetishtirayotgan mahsulotimizni bironta xaridor ham so'ramayapti, sotib ham olmayapti. Buni asosiy sabablari import, Turkmaniston, Xitoy, Erondan kirib o'tilgan import pomidorlardir. O'zbekiston bo'yicha shuncha barpo etilgan, sizning sharofatingiz bilan shuncha issiqxonalar barpo etildi, lekin hammasi bankrotlik yoqasida turibdi. Agarda bunga hozir yechim topilmasa, bu tizimni qaytib rivojlantirmasak, yangi yildan, bu kelasi yildan ish o'rinlari, minglab qishloq ayollarining ish o'rinlari yo'qoladi. Bunga kelib mamlakatimizda 6,5 ming gektarga yaqin issiqxona bo'lsa, shundan bugungi kunda 4,5 ming gektarga yaqin issiqxona ishlayapti xolos. Juda katta miqdorda issiqxonalarimiz hozirgi kunda abgor holatga kelib qolgan. Juda katta issiqxonalarimiz ishlamayapti. Har bir yuqorida aytib o'tilgandek, har bir gektar issiqxonaga 10 tadan 12 tagacha ishchi ishlaydi. Bu 1000 gektar agar hozirgi kunda ishlamayotgan issiqxonalarda oladigan bo'lsak, bu 1000 ta, 1200 ta, 10 ming, 12 ming ta ishchi degani. Bular hozir ishsiz qolgan. Bundan tashqari hozirgi kunda issiqxonalarimiz o'z kreditlarini, banklarda oldigi qarzlarini to'lay olmaydigan darajaga kelib qoldi. Buning uchun bir necha sabablari bor. Bu asosiy sabab bu albatta tan narxlarining oshishi. Shu kungacha kelib oxirgi 5 yil ichida 2018-yillarda issiqxonalar qurilishi boshlangan bo'lsa, 2018-yildan hozirgi kunga kelib olingan kreditlarimiz valyutada bo'lganligi sababli bugungi kungacha 62% ga kreditlar oshgan. Bu ya'ni 2018-yilda 5 milliard so'm kredit olgan odam hozirgi kunda 8 milliard qarzi bor degani. Kurs farqi 62% ga chiqqan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, olingan kreditlar Libor, ya'ni London birjasi stavkalari bo'yicha, o'zgaruvchan stavka bo'yicha olingan. Mana shu kreditlar Libor ham bugungi kunga kelganda taxminan 3% gacha oshgan. Bu yana qo'shimcha yuk va qo'shimcha tadbirkorlarga xarajatga olib kelyapti. Bundan tashqari, o'zingizlarga ma'lum, 2021-2022 yillarda butun dunyoda bo'lgan shu Covid karantin davrida ham mahsulotlarni sotishga qiynaldik. 23-yilga kelib biz o'sha butun issiqxonachilarni ko'mirga o'tkazish masalasi oldiga qo'yilganda, issiqxonachilarimiz uchun ham bu juda ham og'ir vaziyat bo'ldi. O'sha 2023-yil oktyabr oyigacha issiqxonachilarimiz gaz ola olgani yo'q. Oktyabrdan biz borib murojaat qilganimizdan keyin hurmatli prezidentimiz bu bo'yicha masalalarni yechib, hammaga gaz berdi. Lekin mana shu
muammolar to'planib hozirgi kunga kelib tan narxlarini oshib ketganligi. 2018-yilda elektr energiya 428 so'm bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib 1-aprelda 1000 so'm bo'ladi. Ya'ni bu 4 baravarga oshdi degan. Gaz 2018-yilda 1000 so'mdan olingan bo'lsa, 1-apreldan bu 1800 so'mga chiqadi. Bu 1.8% ga oshganligini, 8% ga oshganligini ko'rsatadi. Bu xarajatlar hammasi to'planib, mahsulotimiz tan narxi juda ham yuqorilab ketdi. Endi yaqin qo'shnilarimiz Turkmaniston, Eron, Xitoy buning xarajatlari kam bo'lganligi sababli ular mahsulotlarni, ularning sharoitlari boshqa bo'lganligi sababli arzon mahsulot chiqaryapti. Arzon mahsulotlar bizning ichki bozorimizga ko'plab kirib kelish hisobiga biz o'sha arzon narxda kelayotgan mahsulotlarning sifatliligi qay darajada? Sifatliligi darajasiga keladigan bo'lsak, shu yil 12-mart kuni Qishloq xo'jaligi vazirligida bo'lgan yig'ilishda Qishloq vazir o'rinbosari bir ishchi guruh tuzib, bu bo'yicha o'sha Toshkent viloyatida joylashgan Food City bozoriga ishchi guruh bilan bordik. Bitta narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Majlis yig'ilish davomida Respublika karantin xodimlari bugungi kungacha Turkmanistondan 1400 tonna pomidorga ruxsat berganligini hujjat bo'yicha ko'rsatgan bo'lsa, lekin na Erondan, na Xitoydan hech qanaqa pomidor import bo'lishiga ruxsat yo'qligini ta'kidlab o'tishdi. Lekin biz bozorga borib ko'rganimizda o'sha Xitoy mahsulotlari ko'plab sotilayotganini biz o'zimiz ham ko'rdik. Bu bo'yicha videolarimiz ham bor. Bitta ham hozir o'zgar, bitta ham men qo'yganman. Gasi bilan nari 20 metr. Mana Xitoy pomidor. 6 Xitoy pomidorligini tan olasizlarmi? Men tan olmaydim. Tan olasizmi aka? Hozir aytdingiz tan olaman deb. Men tan olaman deganim yo'q. Men shu pomidorligini bilaman aka. Xitoy pomidormi shu? Men qayerdan bilaman qayerdaligini? Yozilganmi xitoycha? Men qayerdan bilaman xitoycha o'qish bilmasam. Men o'qish bilmayman, O'zbekistonnikini o'qish bilaman. Ha shu qanaqa tilda yozilgan? Tushunmayapman qanaqa tilligini. Ko'raylik qanaqa? Xitoy. Mana Yana pastidan bitta pastidan oling. Xitoycha yozuv. Xitoycha-da, to'g'risida. Ikkinchi Xitoy. Noqonuniy Xitoy pomidor kirib o'tiribdi har kuni. Mana. Xitoy pomidori noqonuniy kirib kelyapti har kuni. Lekin hech kim bunga chora ko'rmaydi. Bozorga juda ko'p. Chirib qopti. Mag'orkadaga giring. Asal. Giring. Inemiski mag'orka. Bu bo'yicha o'sha Respublika karantin xodimlari, Qishloq xo'jaligi vazirligi xodimlari bilan birgalikda bu narsani aniqladik. Haqiqatan Xitoy mahsulotlari turibdi. Undan tashqari o'sha sotuvchilar bilan gaplashganimizda Eron mahsulotlarini ham kirib sotilayotganligini ta'kidlab o'tdi-da. Bu yerda bitta muammo bor-da. Mana bugungi kunda bojxonalar tizimida juda ham mustahkam deyiladi, lekin sizningcha qayerdan kirib kelyapti? Endi bitta narsaga e'tibor qilaylik. Men fikrimni to'ldirib qo'yadigan bo'lsam, o'sha agar Respublika karantini kirgan mahsulotni tekshirmagan bo'lsa, unga hech qanaqa hujjat bermagan bo'lsa, demak u laboratoriya analizlaridan o'tmagan. Ya'ni kirib kelgan mahsulot Xitoy bo'ladimi, Eron bo'ladimi, Turkmaniston bo'ladimi, laboratoriyada o'tmagan bo'lsa, u mahsulotning sifatiga hech qanday javob bera olmaymiz. Unchada qanday kasalliklar bor, unchada qanday zararli narsalar bor, hech narsani bilmaymiz. Chunki u laboratoriya analizlaridan o'tmagan. Endi qanday kirib kelyapti degan savolga to'g'risi birinchi o'rinda albatta bu masalan osmondan tushmaydi. Bu shu chegaradan o'tadi, lekin qaysi yo'l bilan kirib kelayotgani bo'yicha men bir narsa deya olmayman. Buni alohida bir ishchi guruh bo'lib o'rganib chiqqanda yaxshi bo'lardi. Chunki balki endi qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, balki qaysidir mahsulotlar bilan aralashtirib keladi. Chunki bilamiz, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari chegaradan kelayotganda rentgendan o'tadi. Lekin bozorga kirgandan keyin, ochilgandan keyin u yana qanaqadir tekshiruvlardan o'tadigan bo'lishi kerak va har bitta bozorda o'zini o'sha karantin xodimlari, sanitar epidemiologiya xodimlari bor. Ular qanaqadir tekshiruvlar qiladi. Chunki bozorga borganimizda aynan o'sha Xitoy mahsulotlar, Xitoydan kelgan yoki Turkmanistondan kelgan pomidorlarni o'sha bizga hozirgi kunda butun dunyoda zarar keltirayotgan TBRF deydi,
ya'ni jigarrang bujmayish kasalligi deydi. Ana shu kasalliklar borligini tashqi ko'rinishidan ko'rdikda. Demak, inson salomatligi ham juda ziyoni bor. Endi albatta buni qanaqa ichida nima borligini bilmaganimizdan keyin inson salomatligiga qanchalik zarar borligini ham bilmaymiz. Chunki hech qanaqa analizlarda, hech qanaqa laboratoriyadan o'tmagan. Bu birinchi o'rinda biz issiqxonachilar so'rayotgan narsa, biz raqobatdan qo'rqmaymiz. Biz agar ochiq raqobat, biz bilan teng sharoitlarda raqobat bo'lsa, biz raqobat qilishga tayyormiz. Birinchi kamchiligimiz bizda ularda sharoitlari yo'q. Ulardagi energetik resurslarga bo'lgan narxlar, ularda boshqa xarajatlari, bank xarajatlari bizda ancha yuqori bo'lganligi uchun biz faqat xarajatlar nuqtai nazaridan ham biz o'z raqobat qila olmaymiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ulardan kirib kelayotganda masalan kasalliklar qanaqa ketyapti, qaysi kasalliklarga qanaqa davo qilinyapti, buni ham biz bilmaganligimiz uchun biz raqobat qila olmaymiz ular bilan. Lekin bitta narsani qo'shimcha qilib aytib o'tishimiz kerak. Bilasizlar, pomidor bu birinchi darajalik ehtiyoj mahsulotlar hisoblanmaydi. Bu masalan aynan xalq uchun ko'pchilik mana aytadi, xalq uchun arzon qilib beradi. Biz ham tayyormiz xalq uchun arzon qilib berishga. Agar bizning xarajatlarimiz kam bo'lganda, agar hozirgi biz yuqorida sanab o'tilgan xarajatlarimiz yengilroq bo'lganda, biz ham arzon qilib sotishga xursand bo'lib 2000 so'm, 200 so'mdan sotishga ham tayyormiz. Lekin xarajatlarimiz buni shu narsani taqozo qilyapti. Shu masalada biz hozir murojaat qilayotganda shu masalada ham ozgina yordam berishni iltimos qilgan bo'lardi. Dunyodagi eng riski yuqori bo'lgan yo'nalishlardan, tadbirkorlik yo'nalishlaridan hisoblanadi. Eng riski yuqori. Biz bunda juda ham katta risklar bor. Oddiy misol, qandaydir bir kasalliklar, mana shu yuqorida aytib o'tilgandek, 22-yilda blackout bo'ldi. Blackout bo'lgan davomida 3 kun respublika bo'yicha elektr energiya bo'lmadi. Biz yo'qotishlarimizni hech kim qoplab bergani yo'q. Bizni masalan qandaydir bir sug'urta tizimi yo'q. Banklarda masalan olingan kreditlarga nisbatan hech qanaqa bir force majeure holati yoki yengillik ko'rsatish degan narsa bo'lgani yo'q. O'sha yo'qotgan narsalarni hammasini qaytadan to'lashimizga to'g'ri keldi. Mana shu narsalar hammasi to'planib biz hozir boshqa mamlakatlar bilan raqobatlashishga juda ham bir nozik holatga keltirib qo'ydi. Shuning uchun iltimos qilayotgan narsamiz shu import bo'layotgan mahsulotlar birinchi o'rinda nazoratini kuchaytirib beringlar. Xalqimizga qanaqa mahsulot kiryapti? Ikkinchi o'rinda kirayotgan mahsulotlar kasallik bilan kiradigan bo'lsa, ertaga kasalliklar bizga ham paydo bo'ladi va bugungi kunda buni belgilari ham bor. Mana hozir bemalol ko'rishlar mumkin. Issiqxonalarimizda yangi bakteriologik kasalliklar paydo bo'ldi. 2 yil oldin yo'q edi bu narsa. Bular qanday keladi? Aynan kasallangan, zararlangan mahsulotlar bilan birga keladi. Shularni ham oldini olish maqsadida zararlarimiz yana ham ko'payib ketmasligi uchun shuni iltimos qilgan bo'lardik. Birinchi yordam so'rayotgan narsamiz bu o'sha kelayotgan importlarni nazoratini kuchaytirib berish. Ikkinchisi, agar biz raqobatlashish keyinchalik ichki bozorimizda va tashqi bozorda raqobatlashadigan darajaga chiqishimiz uchun bizni xarajatlarimizni yengillashishga yordam kerak. Bu xarajatlar bilan biz nafaqat tashqi bozorda, Rossiya bozorida yoki boshqa ichki bozorda ham raqobatlasha olmaymiz. Bu ertaga baribir xohlaymizmi bu sohani cho'kishiga olib kelishi mumkin. Katta miqdorda kreditlar olingan. Katta miqdorda 150 ming, bizning hisobimiz bo'yicha 100 mingdan 120 minggacha doimiy ishchilar bor. Ular 90% ayollar. Mana shu ishchilar hammasi ishsiz qolib ketishi mumkin. Shularni hammasini hisobga olganda qanaqadir bir yechim qilib, keyin katta bir iltimos qilgan bo'lardik. Yechim bitta ko'rinishda, bitta qonun ko'rinishida emas, butun bir programma ko'rinishida, uzoq muddatga rejalashtirilgan reja ko'rinishida bir yechim bo'lsa va bu reja yechimlarning tuzilishida biz tadbirkorlar ham qatnashsak yaxshi bo'ladi. Chunki shu kungacha chiqqan ba'zi bir qonunlarda yetarli darajada ishlolmayotgani eng katta sababi ham shu. Biz dehqonlar, biz issiqxonachilar bundan xabarimiz yo'q. Bu bizga qanchalik kerak yoki qanchalik kerak emas degan masala ham bitta o'rtada ba'zan ochiq qolib ketadi-da. Qaror ishlamayapti chunki buni ishlatishda vaqt kelganda qiyin bo'lib qolyapti. Agar biz ham qatnashadigan bo'lsak, shuni rejalarni qilishda bu sohani biz rivojlantirishga tayyormiz. Biz bu sohani yana ham gullab yashashiga va bu sohani yana ham kengaytirishga biz ham tayyormiz. Mahsulotlar xalqimizga arzon mahsulot, sifatli mahsulot va foydali mahsulot chiqarishga biz har doim tayyormiz. O'yinlar bo'yicha tamojidan kirgan mahsulot o'sha davlat karantin nazorati inspeksiya xodimlari bilan birgalikda namuna olib, keyin o'sha laboratoriya ishlarni amalga oshirishlari kerak. Lekin bu hozir o'sha Turkmanistondan kelayotgan pomidorlar bir kunga ham qolmasdan shu tamojidan hech qanaqa to'xtovsiz, masalan laboratoriya tekshiruvlaridan o'tmasdan
o'tyapti-da, bozorlarga уже tarqalyapti. Bu yerda o'zi inson salomatligiga o'sha qanaqadir zararli bo'lgan kasalliklar ham birgalikda o'sha mahsulotlar bilan birgalikda kelib kelyapti. Xuddi shunday, misol buni natijasi sifatida bir necha yillardan beri masalan o'sha pomidorlarda kuzatilayotgan har xil kasalliklar, bakteriallik va virusli kasalliklar ham o'zimizning hududlarda avj olyapti. Buni agar qanaqadir choralarni ko'rmasa agar kelajakda bu issiqxonachilarni juda katta nima deydi, inqiroz yuzasiga olib kelishi mumkin. Kasallangan uni. Bundan o'zi bunaqa bakteriya oldinlarga yo'q edi bizga. Bizda oldin bo'lardi, 2 yil 3 yil oldin Toberif bo'lardi, lekin yangi yil ana shu hozir chiqdi. Shu mavsumda shunaqa bo'lyapti. Shu mavsumda bu bakteriya chiqdi, ana bakteriya. Bu xuddi rakda, buni davosi yo'q buni. Oldinlari Toberif degan kasallik bor edi, o'zbekchada jigarrang bujmayish kasalligi. Bu hozirdonlikni juda pasaytirib yoradi. Pasaytiradigan virus edi. Lekin shu mana shu sezondan bakteriyasi chiqdi. Buni ahvoli bakteriya bu u virusdan, Toberif virusdan ham bu yomonroq ekan. Kuchliroq ekan. Mana quritib, buttani quritib Bu tashladim. hozir aytayotganingiz jigarrang. Yo'q, bu jigarrang bujmayish emas. Bu bakteriya bu. Bu hozir Buxoro viloyati bo'yicha shunaqa hamma pomidorlar kasallanganmi yoki Respublika bo'yicha tarqalib o'tiribdi. Birinchi Buxorodan boshlandi, endi Bes respublika tarqaldi. bu qayerdan kirgan? Buni kirishi asosiy sabablari bizdan boshqa davlatdan import bo'layotgan pomidorlarni karantin nazoratsiz o'tkazayotgan PCR tekshiruvdan o'tkazmayotganligi sababi. Agar har bitta import qilayotgan pomidorni PCR tekshiruvdan o'tkazsa, bunaqa bizga ahvolda bizning issiqxonalar bu ahvolda kelib qolmaydi. MCZ rahbariman. Shu yillar gidroponika usulida panik qildimda 2 milliarddan ortiq hozir shu yerda rasxod qilib pul vlast qildim shunga, lekin mana shunaqa ahvolga kelib o'tiribdi. Shu karantinni nazorati yo'qligi uchun mana shunaqa bakterial virusga uchradida mana shunaqa ahvolga kelib turibdi hozir parligim mana. Murojaatni davomi sifatida ushbu muammolar bilan bog'liq masalalar tegishli tashkilot muassasalari hamkorligida jurnalistik surishtiruv orqali o'rganiladi.